Ha? Ayo, Dinichka, o'tgan gal kelganimda soatimni yo'qotib qo'yuvdim, qolib ketmabdimi dedim. Mana bu turbalarni tozalayotganimda, rakovinaga tuzatayotganimda soatimni yechib turuvdim-da, o'shani qidiryapman. Ishondim. Men siz o'ylagan ayollardan emasman. Qanaqa soat? O'tgan gal rakovinaga tuzatgani kirganimda, buvimlar rahmatlidan qolgan bitta dona yodgorlik tilla soatcham bor edi. O'sha soatni yeru ko'kka ishonmayman. O'sha soatni topolmayapman endi. Nima qilaman? Ha mayli, anu musorxonada shogirdlar olgandir-da. Mani ham to'g'ri tushunasiz. Bitta soat qolgan o'zi buvimlardan. Soatmi? Yaxshi soat edi, qimmatbaho, imperatorovanniy, brenderovanniy soat edi. Buvimlardan qolganda, mayli, mendan xafa bo'lmang, men keta qolay. O'tiring. Hozir soatingizni topamiz. Qanaqa topasiz? Detektivmisiz? Jonni, men uyimda, kirishda, hamma xonada kamera bor. Endi, может, musorxonamda, korxonachamda qolgandir. Bilib olmaydi-ku endi. Mana shu kuni kirishda ham, chiqishda ham soatingiz bo'lmagan. Ha, mayli, soat bir bahona edi. O'sha kuni esladim. Korxonamda qolgandi soat. Endi soatni bahona qilib sizni ko'rgim keldi-da. Endi aybmi shu?